eshitib, shu Instagramdan ko'rdim. Natijalarini eshitganimdan keyin qiziqdim. Keyin shuniyam qilib ko'raylik. Men 3 yoshdan beri lichena qildiraman. Hozir 14 yosh. Hozir 14 yosh. Nevropatologlarga neynalarga olib bordim, rosa shug'ullantirdim. Nevropatologlar buni psixologga olib boringlar deganda uydagilar xohlashmadi. Yo'q, bu psixolog kasal emas deb. Уже katta bo'lgan sari qovurmagandan keyin shunaqa qilishimiz kerak ekan deb. Keyin olib keldik. Ancha zo'r mashg'ulotlar, rosa o'zi ham yaxshi ko'rib, qiziqib kelyapti, demak bormaylik demayapti. Nechinchi marta kelishingiz? 4 desa? 4-chi. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Zo'r asabiylari yo'qolgan, ukalari bilan baqirib urishardi. Yosh bola o'zini o'sha bilan teng qilib. Yo'q, ancha o'zgarishlar katta. Energiyasi kamaydi? Kamaydi. Kamaydi. Xudoga shukr, sezilyapti. Sezilyapti. O'sha 4-marta o'ziga sezilyapti. Sezilyapti. Bolani o'ziga ham yoqyaptimi? Yoqyapti. Har xil ko'kto'chalar bilan anaqalarini yumshatish. Asab tizimlari deydi, o'shalarni yumshatib, shunaqa ko'kto'chalar berdilar shug'ullanishiga uyda ham, или bu yerda ham qilishyapti. Uyga ham berdilar, sovg'a qilib berdilar, uyda o'zi qilyapti. O'qish kerak, tekstlari bor, shularni qaytaradi. Mana hozir ham zo'r narsa o'rgatib qo'ydilar. Aziz o'rgatib qo'ydilar. Ona kelgani yaxshi menga. Boshqa bolalaringizga qilsangiz ham bo'ladi dedilar. Men o'g'limni ham olib keldim. Oldingi safar kelganimda ukasini ham olib keldim. Zo'r, bugun bu safar ham olib ketasizmi deb turibdi. O'g'lingizni nima diagnoz edi? U qo'rqoq. Qo'rquv juda kuchli edi. Uy qorong'i bo'lsa, tepadan pastga tusha olmas edi. Qo'liga chiqa olmasdi ham, kira olmasdi ham. Shar bilan anaqasi bor ekan, qo'rquvni yengadigan tekstlari bor ekan, shunaqalarni berdim. Qilyapti. Yoqdimi? Yoqdi. Bu safar ham boramanmi deb turibdi. Yo'q, bo'ldi saniki dedi. Yo'q, yaxshi, rosa xursand o'zi ham.